Xo'p, soat 9:30. Mashina yo'q va men kech qolmay ishga taksi chaqiryapman. Okaman bir 10 minutdan beri kutib bilaman. Assalomu alaykum. İsmingiz nima aka? Bag'ram aka, ana bilasizmi? Odam kayfiyati yo'q bo'lsa, 10 sekund kulib tursa kayfiyat ko'tarilar ekan. O'sha ikkasini ko'ramiz. Xo'p, men ham kulaman, siz ham kulasiz. 1, 2, 3. Kuling aka. Tushunishyapti. Ne? Asli og'ayningizmi? Kuling deysiz. O'z kayfiyat uchun qildim aka. Hazillashdim. Haydavering bo'ldi. Hadi biz zaparkda yashaymiz, nima kerak bo'lsa shuni qilasizlar. Bilamasizmi? Barsadagi eng yaxshi o'yinchi kim o'ynaysiz siz uchun aka? Ronaldinho. Xavi, Iniesta. Figoli paytdan beri o'ynaydi, bilasizmi? Luis Enrique, Xavi, Figoli birga o'ynagan. O'sha payt videolar bor, ko'rganmisiz? Braziliya zibonni bilan o'ynagan. Shu Braziliya Portugaliyada o'ynarmidi shu? Ha? Deko. Messidagi o'yinchini chiqarib chiqmaydimi, nima deb o'ylaysiz? Ronaldo cho'kib ham zo'r, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Peshkom kelyapsizmi? Yo'q, 200 metr qo'yib tushib qoldim. Qarab turib, mana peshkom kelyapsiz shu yerda. Yo'q, men yerga tushib qoldim, men yerga tushib qoldim. Ha,